Biz chiroyli amal qilgan kishilarning ajr mukofotini zoya qilmasmiz. Banda qanchalar savobli amalda ko'p qilar ekan, bu faqat o'zini foydasiga. Qancha gunoh ma'siyatga kirishib ketar ekan, bu faqat o'zining ziyoniga. Kishi ikki dunyoda saodatga yetishlikni xohlasa, Robbisini itoatida bo'lishlikdan boshqa chorasi yo'q. Agar mana shu itoatdan yuz o'giradigan bo'lsa, faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Alloh taolo xitob qildi, bas kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, biz unga tanglik hayotini beramiz. Demak, Allohdan yuz o'girgan kishining hayoti tang bo'ladi. Dunyoviy ahvoli qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Kim Allohning eslatmasiga iqbol qilsa, Allohning itoatini o'ziga lozim tutsa, ikki dunyosi obod bo'ladi, farovon yashaydi, moli dunyosi qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, insonning hayotini farovon bo'lishligini asosiy sababi Alloh taoloning itoati.